Hey, köpçülük şatlık minutur programımız başlandı. Hey, anlıqçılar barmısılar? Köz anlağı bir qarap yakın var. Çünkü hazır közünün gepi bulmakçı. Yoğan göz, bota göz, çekir göz. Koy göz. Kar göz. Hey, közler işini şundak közler bağ sözleydiğen, söz ıltıdığan. To'g'ri, atrofinglarda gullar bo'lsin qarab qo'yinglar. Gullar ichida shundoq gullar bor. Shuncha chiroyli xushbo'raydigan, rostku? To'g'ri. Turmushdimi şundak çağlar bağ, manımı şundak külüdüğen ve küldürtüqan. U yer bu yerda emas, balki radioda shundoq programmalar bor. To'g'ri. Shuncha jalbkor, ammo dahshat qiziydigan. Qiziqarli yumor ve külk çaqçaqlarga to'yilgan programma. Dal, hey, köpçülük anlamadım demanglar, şatlık minutları programmasi. Minutlari. Hey. Ko'ngillarni shodlantirib, barcha dillarni ram qilg'uchi yanalar Shodlik minutur programmasi. Keldim dostum, kelingla, billa kulayli. Ey, Mavlud, yashang, ita. Biz billa billa ötkizayli. Ey, ajoyib. Hey, qadrli qavmlig'izlar, qanday har kungi programmamizni o'zga shakllarda boshlab kelyapmiz. Hey, bayam, Zo'gra deb bo'lgandek, men riyosat do'stinglar Mavlud Ibrohim. Qarshilamiz, anglag'uchilar. Mavlud Ibrohimning qarshilamiz, sizlarning qizg'in qarshilamiz. Shodlik minutlari programmamizga yaqin kelinglar, anglag'uchilar. 1,5 soat yaqin kelsanglar, chiqilib hargiz ziyon tatmaysizlar. Keldik. Endi programmamizni mana dehqonlar sunib turibdimiz. Men Zo'gra Keram. Zo'gra Keram qizg'in qarshilamiz. Mush 50 so'mka girim buyumlar orqali bildiramiz. Oy, nimanchi bola avar bo'lib, lekin behosh oldim, jim rasmiy tuzib qilmayman, agar shunday bo'lib qolsa. Ey savaqdaş, kelinglar billa. Ey, toyli yumor demasiz. Bugun anlag'sa nima bo'lib ketganda, ama qoron bardosh berayotganlar mana naqshlar. Ya, anlag'uchilarda bekrak siz nima bo'lib ketdingizlar, bo'ldi. Bundacha bo'lmadim men. Ish qilib sizning birimizning naqsh etish ilhomlaringiz kelyapti. Rasmiy tutdi. Lekin men bo'ladigan tutishimlar ma'buchi. Lekin xumadin chiqdim da lekin. Yumor bilan yuz ko'rishimiz. Bo'lmag'dak. Yumor orqali anglag'uchilar bilan davomli turib yuz ko'rishayveramiz. Nima degan uzun. Shu maqsadni tushundinglar anglag'uchilar. Shirkatga yangidan shunda chiroyli bir qiz kelibdi. Bu qiz nima ish qildi ekan? Nimaga kelibdi? Bularni desak, hozir anglag'usiz qaysi shirkatga deb mangdi. Chiroyliq deganingiz qanday chiroyliq? Voy, u degan hamda chiroyliq bo'lgan vaqtida. Shu suv sigildan ko'rinib turadigan. Shundoq kayniga ingisi chechi yagi tegadigan. Mo'sh degan girimning degan ashu shamarni qiladigan. Shundoq. Yuzlarida oq, ko'zlarida lak, bellari, chochlari budra, bellari ugra degandekmi? Men til bilan tasvirlashga ojizlik qilaman. Shunda bir kotib kelibdi. Bir kuni bosh direktor uni maqtashga boshlabdi. Direktor, yaqinqi vaqtlardan buyon xizmatga ish badam qanday bo'yatdi direktor? Sizda ilgirlash haqiqatan tez bo'lib yetibdi, Said Jamol qiz. Rahmat direktor, rahmat maqtig'ingizga. Bizning shirkatga kelib xat urish kasbi bilan shug'ullangandan buyon sizni tez ilgirlash bo'lib yetibdi. Mana men shunda deb o'yladim direktor. 7 xatni xato uribsiz. 7 xatni xato uribsiz mana. 7 xatni xato uribdiman-ma direktor. Burun yenkaga vaqtimda bir 200-300 xatni xato uratdim-a. Shu. Bek yaxshi bo'ldi-jimi direktor. Sizning meni e'tirof qilganingizga, maqtig'iningizga bek rahmat. Endi men haqiqatan ilgirlash bo'lgandan keyin maoshimni o'stirib berasiz-a? Nima dedingiz? Endi menda ilgirlash bo'lgandan keyin maoshimni o'stirib berasizmi deyman. Hey,
Ha? Men dokladning endi aran 2-chuqurni o'qiyapman. 2-chuqurda 7 xatni topdim, qolgan yerdan qanchani topaman? Maash deblar. Nima degan? Direktor chechilsiz. Boldir qiyirib ketsiz, chechingizga oq kirib ketdi, direktor. Bo'ldi. Baqlarni qo'ying. Uyjerlaringiz o'lib ketdi. Meni oldim deydi, qilma, baribir mening oilam bor. Nima qilganda bor? Oilangiz bo'lsa, uning bilan buni ne munosabati bor? Endi 3-qurni diqqat qilib yozsam bo'ldi-ku. Mush chiroyinglar boshqa shirkat ishlasangmi, pul topsam menga. Nima qilganda bor? Direktor, mening sizni yiningizda ishlagan bor. Menga amal yo'q, o'stirib bagim bor, biroq uyga kirib ayolimdan so'rab boqay. Chiroyingda degan bo'lsa ishlatmayapsiz. Anasını göz aldı bu kağıdı. Ma direktör. Siz qamay rost gapni demadi. Bu direktör mü kızık ki? Hadi bu jüreydi sebep büyüdü kılırım. Ama bek tesirler. Yaman çıraylık da bu. Onda boğandıkın hata vursun işlet atkan gap. Rost çidab yürüp. Hürmetli anlıqsızlar. Şu kat kızga ihtiyacı qo'ysalar bizimle aloqalashinglar. Ana undasi Şirkatning direktori bilan deyishib ep beramiz. Voy tonton, o buyuramu bermasmi o direktor. Tabarruk. Şirkatninki cho'ng bir oshxonasi bor ekan deydi. Janolar shu shirkat ishlaydigan birisiga so'z ep berdi deganda ikkalasi. Qandan neymişlar bo'lib ketdi? Nemiga bunchalar qaqshab kirsiz deymasirdan. Shirkatning tamiqi bek o'xshaydi. O'xshaydi shu. Men davomli bir qachesam to'ymaymi deyman. Nimdaq to'ymasdi, ha? Shuni birinchi qitim yeb bo'lib, qachamni texi tamoq olmaganlarning qachisining orasiga qo'yib qo'yman, qistirib qo'yman. Oshta qiniqnim qilamsiz? Qo'saqning g'emida bu degan. Lekin ularning g'o'dirashlaridan xijil bo'lib ketdim ba'zida. Ha, nim bo'lsa. Shunga bunda ish ketdim bu tamoq olmaganlarning qachisining orasiga qachamni qistirganda ko'ra, mushu masalani yaxshi bir hal qilay deb burun qachamni tashitib, yuqori qachi epkib tamoq ustiga yaga qo'yib uchirib tutsam, dishchag'da bir ayol ustam qosh qapoqlarini suzib vaqirab qoldi. Nimda qildiganda ma bu, ha? Nim bo'ldi, nimaga vaqiraylar? Ma yüzdes kimninki? Ma yüzüydigan suvni ma suvxondan amma yeb qo'yaptilar va. Qanda degan gap bo'lib ketdi. O'zini bilmaydigan, o'zini so'ramaydigan odam, ma degan tamoq oladigan yami yüzdesini qo'yib qo'ygan. Qanda bir odamning qilgan ishi dormish shu. Ko'zlariga bir dashtak ko'rinyapti bu. Sizcha nima do'amsa? Bu mening tamoq qachon bu? Be halab yegandek yamlar yamani. Dostum ama muşlandımca yo'g'on bir 80 kilo keldigan xotindan ikkisini tushib juyindi deymaningda. Bak, juyini baqamlar. Akasini nerga mehmon tamoq yeydigan qachini qo'ymay, ajaba xijilolmaydigan odam ekan gap qilmasa. Onda qilmay menga bir bulunga o'smi spesli bir yeyman. Kesil elimi 5 qacha usib bo'ldim, nimda bir to'ymaydigan odamsizlar. Men bu ilgirki vaqtda yegan tamoqni hozir yeymiz. Javurlar beshiq bir qop aylantirdim men xotinni. Taqilda spesli bo'lsa. Akasi nimda qiladigan-da? Hashimjon. Miyadim madam yomon bir qilaymiqan qilib ketdim yani. Kim bu? Men uchratni buzab, mana. Nima? Ma dost kimniki? Mush odamning akagan deysikan. Hay, sening ko'zingmi dasta ko'rinatamda o'g'ri? Meni o'g'ri deydiganimda oqimaligi so'rab chiqib ketdim menamisa. Qanayla qo'yliga chiqib ta'zi bir urunglar. Qo'yida qo'saqlashma, qo'sam to'g'rismi bu? Qo'lingdaz keyingisi ha, sizningki tamog'ingiz elinga ha menga. Mushtay jimamda tamoq deganni. Xo'sh, yana bir yomg'irdan birani keltirib boqaylar. Bir ara xizmat ishiga so'zlab beribdi-da. Qarang xizmat ishi. Nima bo'ldi? Bir ishni deyman hech kimga demaysiz. Ha, ma'qulidan emish. Mening ayolimning xuyi bak aski. O'shuncha bo'lama. Qanday deysiz? Ochig'i yomon. Ha.
ozroqni talashib qolsa qarang, yangni turib palaq, puliqni urutli ketib. Anda ayolni qanday qilib ketamiz? Lekinchi xizmatdashim buning uchun ko'nglingizni yerim qilib bak urib ketmang. Bundaq kunni ko'rayotgan yog'iz siz emas. Qanday? Bu sizni unda yangni turib palaq puliq urib ketishi qanchalik ishda deymi? Qanday? Davud var o. Davud? Ha. Bu şu Davud'un xotini unda yang turib chiqmaydi ekan qarang. Yo'qshkan qo'y. Unda siz Davudning xotini yuvashganda. Voy, nari yuvash buludu. Voy, tazim bir aşı mutaham ko'kama qilib qizilla aşı. Voy, uqmaysiz uning hazazul beshamligini. U yang turib chiqmasa, u yuvash olmay qanday besham bo'ldi u? Voy, yang turmagan bilancha ash pushqaq deganni turib, kelishtirib tip deydi ekan shunda. Uchat tipli dedi ekan shunda. Ash uchatgan peti tamga chaplab qo'ydi ekan shunda. Yiliq chaplashib qolganda tamla degan ash uyilib ketadi ekan shunda qarang. Tasavvur qilib beqni pushqaq degani bo'sh turmaydi ekan. Oqaqning Davudning ayoli. Shukridan shuning uchun rahmatdan. Bu kartın yaman pay sözüldünüzmü o? Buyuras. Aşı Davud şu kunlarni beshidan o'tkazibmi, yana chidab, voy sizdek u hech kimga kelib dardini to'kib yurmaydi-ku. Müşkülen çaşkan ekan da o ishkisi. Voy, rasmiy naqli o'zi-ka. Bu yiliqi müşküler degan mushu akordionda ko'p kelsa men asli keldi-ku. Asliga keladi aşı. O ayolning qanday hunarvak o'qimidi, oqidan aşı tanning bir yerlaridan achapnib qolgan, uyilib ketgan yerlardan tortib, ichiqib, o'ngshab, bunda urib asliga keltirib, yana achig'i, yana aşı yanmisi yana ashlaq qiladi ekan. Shuning uchun qarang siz Davud qargan ming yaxshi bo'ldi qiling ha, bo'ldi aşı ayolingizni nima yana turib ursimi mayli deb turing ha. Ey. Ha? Yangi deb urilib esa. Ha. Menikim bu ishga ketib tepaqs bo'lmam deymanda. Davudning xotini aşı Davudning xotini bilan aşı ayolingizni bo'lmasa tanishtirib qo'yamsiz ya. Ya qara. Almashtirib o'disini chiqib bilmaysiz. Unda bu aytib jumang. Bir qiz bilan tanishib, xeyli chiqishma qolgan. Birga uchrashib to'y taklif qo'ymoqchi bo'ldim. Lekin gapni qanday boshlash bilmay uningdan so'radim. Voy, qarang. Ha, qardim. Voy bo'ldilar endi demakchi. Ha? Yana ism keltirasiz. Nima? Nima siz? Men Nimo. Nimo. Oldimda o'tirasiz, qiz bo'lasiz a? Qip qizillig'i bu. Yaras. Siz chatoq emassiz a? Yo'q, to'g'ridan. Yaras siz qilsiz. Men Asar Atiq savdogari. Nima? Asar Atiq savdogari deyapman. Asar Atiq savdogari deganingiz oson ilib test sotirganmi, azo ilib qimmat sotirganmi? Shundaymi? Men bu kasbni qarang, ozroqmi tushunmaydi ekanman danga. So'ng bir rasman qo'y his qildim sizning bundan narsalarni tushunmaydiganligingizni. Addiy qilib aytgan vaqtida qarang. Men asosiy shu ko'ni narsalar bilan bilishman. Ko'ni narsalar? Bunda qancha ko'na, tarixi uzun bo'lsa, bu shuncha qimmatli bo'ldi. Masalan, sizda shu ota-onangizdan qolgan ko'ni narsa bo'lsa, uni nurg'un pulga aylantirg'il bo'ldi. Yurasman voy. Bu baldir desangiz ham unda deymadi. Shu mushuni asariyati qilamiz shu. Ko'zimcha boshqacha so'yimli ko'rinib ketib borsiz, boyam. Sal daldishda ko'rgan. Rasmiyni nima kerak? Menda-chu. Dadamdan. Dadamga, buvamdan. Buvamga, ulug' buvamdan qolgan. Jamiyatimizda avlod saqlanib kelayotgan bir narsa bor. Rasma? To'p turing, ma to'g'riliq ishimiz texmi cho'nqur paranglashmasak bo'lmag'idek. Avval to'y. Ya, to'p turing, avval mushu muhim narsa to'g'riliq paranglashaylik. To'y. Ya, turib turing, ma to'yning gapini qo'yaylik. Qani dana. Sizning qandaq narsangiz bor? Siz bayman degan shu avlod saqlanib kelayotgan shu narsani burun boshqalarga ko'rsatganmi, ko'rsatmagan? Ko'rsatgan,
Ko'rsatmaganman. Unda hech qanday baho bermadi degan gap. Agar unda bo'lgan bo'lsa, balkim hech kimga ko'rsatmagan bo'lsangiz, men bir ko'ray. Uni o'zim setib olishim mumkin. Agar bo'lib qolsa. Avval Qani dang. men bilan to'y qiling. Ya, bunda qilaylik. Avval ikkimiz ma gapni bir bitirib etaylik deyishib, agar rost ashunda bo'lib qoldigan shu qolsa, siz bu narsani siz chiqirsiz, ashu narsani. Undan keyin men ancha-muncha ba'ziga kelishtirib qilamiz. Undan keyin bitib qolib qolsa shu to'y po'ylarni shu vaqtida o'ylasak ham bo'ldi emasmi? Esimga keldi. Ha. Uni faqat birisi ko'rsatgan. Kimga? Birlik etib baho bergan. Oshtama? Menda Ha. Dadamdan, Ha. dadamga buvamdan, buvamga ulug' buvamda qon bir narsa bor Dang, dedim. ha, qaysi narsa nima u? menda irset xarakterlik divanlik kesili bor. Burun bir doktorga ko'rsatgan, saqaymaydi deb baho bergan. Vay. İliş qağan. Kalısının bir ventisi kam dedi ba. Ve kalısının içi su kirib ketgan ve kalısının suyu ba. Vay mangına vay yo'qlar mang ne yere mang vay. Ya bayam, Ay ketdim ha vay men. o'zab setib olaman degan tingiz qo'sh men setib olmam sizni. Rasmigina bu mushta odamlar vaqt isrof qilib men vay ketdim ha va o'tirib qolar joyimda. Amdi biz to'y qilamiz deyotgandiki balki yuqori baho qo'yib turolmaydi. Vay manga kim bilan qilsang qilaman. To'y qilamiz deydi ama vay ketdim ha o'tirib qolamiz joyimda. Men chaqamajimi men deb qo'yay. An vaqti ben baho talashmayman. Resmi deyvenki.